Shahrisabz davlat pedagogika institutida mehnat yarmarkasi 2025 tadbiri ko'tarinki kayfiyatda bo'lib o'tmoqda. Shahrisabz davlat pedagogika institutida 2024-2025 o'quv yili holatiga ko'ra bakalavriat kunduzgi shaklida 17 ta, sirtqi shaklida 11 ta, kechki ta'lim shaklida 17 ta yo'nalishda hamda magistratura bosqichida 11 ta mutaxassislik bo'yicha, qo'shma magistratura dasturida esa jami 9392 nafar talaba tahsil olmoqda. Bugun institutimizda karyera kunini tashkil qildik. Albatta bunda viloyat xalq ta'limi demak boshqarmasi xodimlari tashabbus ko'rsatishdi, yaqindan yordam berishdi. Mana bugun institutimizda biz pedagogika sohasi bo'lganligimiz uchun ish beruvchilar albatta bizda maktablar, shu munosabat bilan 50 nafar maktab rahbarlari, eng quvonarlisi bular bugun talabalarimiz bilan to'g'ridan to'g'ri bugun shu joyning o'zida o'zlarini vakant joylari bilan ishtirok etishyapti va shu birdaniga mana shu institut, maktab va talaba o'rtasida 3 tomonlama shartnomalar qilyapmiz. Yana bir quvonchli tomoni shundaki, hozir prezidentimiz tashabbusi bilan kelajakka qadam dasturi amalga oshirilyapti. Mana institutimizda Milliy banki o'zini filiali tashkil qilingan, alohida xona, talabalarimiz o'sha Milliy bank loyihalarida ishtirok etishyapti. Mana shu bugungi imzolanadigan 3 tomonlama shartnomalarimizda ham albatta mana shu Milliy bankda tomonidan ko'rsatilayotgan o'sha kelajakka qadam dasturi davom etib ketadi bu shartnomasi. Buni yaxshi tomoni mana hozir bu o'quv yilida institutimizni 2027 nafar o'g'il qizlarimiz bitiradi. Bizda institutimizning 83% bitiruvchilari xotin qizlardan iborat. Bir nafar qiz bolani o'qitish bu butun jamiyatni o'qitishga tenglashtirilganligi shaxsan prezidentimiz tomonidan hozir bu xotin qizlarimizni oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini bir necha barobarga oshirildi. Shu bilan birgalikda mana juda ko'p maktablar bilan ishlayapmiz. Karyera kunlarini doimiy tashkil etilishi albatta talabalarimizni mana hozir bu yil 2027 nafar bitiruvchimiz bo'lsa, shuni 1018 nafari hozir maktablarda dars berib ish bilan ta'minlangan. Ya'ni bular oylik olib ishlayotgan talabalar hisoblanadi. Kelajakda albatta qolgan 50% talabalarimizni ham mana shunaqangi yirik tadbirlar orqali o'zlarini munosib o'rinlarni topishlarini ta'minlaymiz. 2025-yilda institutni tamomlayotgan bitiruvchilar soni 2024 nafarni tashkil etmoqda. Ularni mehnat bozoriga muvaffaqiyatli integratsiya qilish, kasbiy faoliyatini yo'lga qo'yishda amaliy ko'maklashish maqsadida mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Filologiya fakultetida 1600 ga yaqin talaba ta'lim oladi. Bugunga qadar strukturamizda 4 ta kafedra edi. Hozirda filologiya fakulteti sifatida faoliyat yurityapti va unda asosan 2 ta kafedra faoliyat yuritadi. Xorijiy til nazariyasi va amaliyoti kafedrasi hamda til va adabiyot kafedrasi. Bu tadbir bizga juda katta manfaat berdi. Bu albatta Shahrisabz davlat pedagogika instituti tashabbusi bilan joriy qilindi va butun viloyatdagi barcha maktablar rahbarlari hamda o'sha mutasaddi xodimlar tashrif buyurishdi va bizni bugungi bitiruvchi talabalarimiz bilan muloqot o'tkazilyapti. Men bir narsani mamnuniyat bilan ayta olamanki, bizni fakultetimizdan filologiya fakultetining xorijiy til talabalarini qarib 100 ga yaqini bugungi kunda 4+2 doirasida ish bilan ta'minlangan. Bu albatta sa'y harakatlar bilan, direktorlar bilan, maktab direktorlari bilan qilingan shartnomani imzolash jarayonlari natijasi 100 ga yaqin talabamiz ishlab turibdi. Xuddi shunday rus tili adabiyoti yo'nalishidan 60 ga yaqin talabamiz bugun ish bilan ta'minlangan edi. Karyera kuni bizga shunday bir yaxshi natija berdiki, hozirga qadar hali boshlanishganiga 2 soat bo'lmasdanoq mana 50 ga yaqin talabam shartnoma imzoladi. Bu to bugungi tadbir so'ngiga qadar 100 dan ziyod talabamizni ish bilan ta'minlanishiga erishamiz. Xorijiy tillarni o'rgangan, ingliz tilini o'rgangan hamda rus tilini o'rgangan talabalarimiz bugun til bilish sertifikati bilan o'zlarini himoyalashgan. Ular qayerga borishlaridan qat'iy nazar, qayerga ishlashidan qat'iy nazar, men o'ylayman bizni Shahrisabz davlat pedagogika institutimizni yuzini yorug' qilib berishadilar va bizga rahmat keltiradilar degan umiddaman. Demak, filologlar va mana shu xorijiy til mutaxassislari hozirni o'zidayoq ham nazariya ham amaliyot bilan birgalikda jarayonlarni olib boryapti. Albatta, bizni pedagogika oliygohlarimiz, pedagogika yo'nalishidagi oliygohlarni bir yutug'i prezidentimiz tashabbuslari bilan 4+2 joriy qilingan. 4+2 bu demak 4 kun biz ularga dars beramiz.
va 2 kun faoliyatlarini maktabda davom ettiradilar. Ya'niki 4 kun o'rgangan narsalarini 2 kun maktabda qo'llaydilar. Bu albatta talabalarimizni ham nazariy ham amaliy jihatdan demak birdaniga tayyor bir kadr mutaxassis sifatida yetishib chiqishlarini kafolatlaydi. Samarqand davlat universitetini bitirib kelib, birinchi faoliyatni maktabda 1 yil ishladim. Keyin bir muddat aspirantura davrida litseyda faoliyat yuritdim. Keyin oliy ta'limga ishladim 20 yil. Shu jarayon, maktabga kelgan jarayonim hali hanuz esimda. Bilimli edim. O'zimni bilimli deb hisoblardim, lekin auditoriyada kirganda hayajon, o'zimni bosa olmaslik, vaqtlarni to'g'ri taqsim qila olmaslik holati menda bor edi. Kechangida esimda turibdi. Bugun bizning talabalarimiz o'sha hayajondan uzildilar. Prezidentimiz tashabbuslari bilan joriy qilingan 4+2 ularni ham ilm olishga, ham bevosita ilmni amaliyotda qo'llay olish malakasini beryaptiki, bugun ular tayyor kadr. Bemalol xohlagan joylarda borib, ko'zlangan maqsadga erisha oladigan mutaxassis bo'lib yetishib chiqyapti. Mazkur tadbir Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda tegishli idora va tashkilotlar bilan hamkorlikda o'tkazilib, unda turli mulkchilik shaklidagi korxona, tashkilot va muassasalar ishtirok etdilar. Yarmarkada Qashqadaryo viloyatidagi 16 ta maktabgacha ta'lim muassasasi hamda 50 dan ortiq umumta'lim maktablari mas'ullari ishtirok etdi. Bugungi asosiy seminarimizni tashkillashtirishdan maqsad maktabgacha maktab ta'lim boshqarmasi, ya'ni viloyat maktabgacha maktab ta'lim boshqarmasi tasarrufidagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida yillab sertifikatga ega bo'lmay, o'zida ishonchi bo'lmay faoliyat olib borayotgan o'qituvchilarimizda o'rinlarga vakant soat. Aynan bu yerda 59 stavka, ya'ni 1080 soat vakant deyilyapti, lekin hammasi vakant hisoblab bo'lmaydi. Sertifikatga ega bo'lmagan o'qituvchilarimiz, yil davomida olmagan sertifikat o'qituvchilarimiz uchun ham direktorlarimiz tomonidan tashabbus bilan kadr tanlash maqsadida Qarshi davlat universiteti qoshidagi Shahrizad davlat institutida talabalarga yo'llanma bilan keldik. Bugungi tadbirimizda aynan 100 dan ortiq talabalarimiz ish bilan ta'minlandi. 2024-yilda institut bitiruvchilarining 95% doimiy ish bilan ta'minlangan bo'lib, bu institutdagi ta'lim sifatining amaliy ko'nikmalarining va ish beruvchilar bilan hamkorlik aloqalarining natijasi yuqori ekanligini ko'rsatadi. Rayhona, demak siz o'tgan yil bo'lib o'tgan karyera kunida aynan ish bilan ta'minlangan talabalar qatorida ekansiz. Bugun ishingizdan mamnunmisiz? Albatta, haqiqatan ham karyera kuni men uchun juda foydali bo'ldi. Hozirgi kunda Shahrisabz tumani Ommog'on qishlog'i 69-maktabda ingliz tili o'qituvchi sifatida o'z faoliyatimni olib boraman. Ushbu karyera kunida men mana shu ishimni topganman va u menga juda ham foydali bo'ldi. Ayniqsa prezidentimizning yoshlarga qaratayotgan e'tiborlari tufayli mana shu karyera kunlari bizga yordamlashmoqda, ko'maklashmoqda. Ya'ni talabalar o'z vaqtini unumli foydalanishi va ish bilan ta'minlanishi uchun juda ham zarur. Men hozir bu yaratilayotgan imkoniyatlardan o'zim unumlicha foydalanyapman hamda bilimimni va mehnatimni hech qachon berishdan hech qachon charchamayman. Bilasizmi, bugun talaba ham bemalol ham o'qish bilan birgalikda ishlash imkoniga ega bo'ldi. Menimcha bu talabani shu o'qishdan cheklamaydi, to'g'rimi? Yana ham o'z ustida ishlash imkonini beradi. Ha, albatta biz shu bilan birgalikda ham o'qiymiz, birgalikda tajriba ham orttiramiz. Masalan, institutimizda olib borilayotgan amaliyotlarimiz mavjud. Amaliyotda o'zimiz o'qituvchilar darslarga kirib, ularni tahlil qilsak, o'zimiz maktabda ishlayotgan paytimizda esa ularni tajribada qo'llaymiz va tajribamizni orttiramiz. Masalan, u kelajakda bizga katta asqatadi. Mana shunday usullar borligi sababli, ya'ni bizning pedagogik institutimizda 4+2 shaklida o'qitish tizimi mavjud. Ushbu tizim bizga juda ham foyda keltirdi, ham o'qish va ham birgalikda ishlash imkoniyatini bizga olib chiqdi. Demak, mana shu imkoniyatlardan foydalanayotgan yoshlarga yoki endi foydalanmoqchi bo'lgan yoshlarga nima demoqchisiz? Iloji boricha mana shunday imkoniyatlardan foydalanib qolishga barchani chaqiraman. Ayniqsa o'zim qatori tengdoshlarimizga, barcha talabalarga vaqtlarini unumli foydalanishda va o'zlarining kelajakdagi karyeralarini yaratish uchun juda ham zarur imkoniyatlar hozirda mavjud. Bu yilgi yarmarkada talabalar mavjud bo'sh ish o'rinlari haqida batafsil ma'lumotlar, ish beruvchilar bilan bevosita suhbatlashish, zarur va hujjatlarni joyida topshirish imkoniyati, kasbiy maslahatlar va motivatsion takliflar berildi. Bu yilgi yarmarkada talabalarga mavjud bo'sh ish o'rinlari haqida batafsil ma'lumotlar, ish beruvchilar bilan bevosita suhbatlashish, zarur hujjatlarni joyida topshirish imkoniyati, kasbiy maslahatlar va motivatsion takliflar berildi. Shuningdek, tadbirda so'zga chiqqanlar yosh mutaxassis
mutaxassislarining jamiyatda munosib o'rin egallashlari, o'zlari egallagan sohalarda faoliyat yuritishlari muhimligini ta'kidladi. Kelgusi yillarda mehnat yarmarkasi doirasida ta'lim muassasalari va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash, bandlik darajasini oshirish, shuningdek, yoshlar o'rtasida tadbirkorlik va innovatsion tashabbuslarni rag'batlantirish bo'yicha yangi dasturlarni joriy etish rejalashtirilmoqda. Ahamiyatli jihati, yarmarka yakunida 103 nafarga yaqin talabalar bandligini ta'minlash bo'yicha kelishuvga erishildi. Ta'kidlashimiz kerak, joriy o'quv yilida Shahrisabz davlat pedagogika institutini 2024 nafar bitiruvchi tamomlayapti. Qiziqarli fakt shundaki, 2024 nafar bitiruvchilarning qariyb 50% hozirgacha ish bilan ta'minlangan. Qolgan bitiruvchilarni ish bilan ta'minlash maqsadida hozirda maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasining barcha hududiy bo'linmalari, shuningdek 100 ga yaqin maktab direktorlari to'g'ridan-to'g'ri kelib, mana shu karyera kuni mehnat yarmarkasi tadbiri yakunida to'g'ridan-to'g'ri suhbat asosida ishga olishyapti. Bugundan o'zlagan rejamiz juda katta. 100 dan ortiq talabamizni ingliz tili mutaxassisligi bo'yicha, rus tili mutaxassisliklari bo'yicha umumta'lim maktablariga doimiy ishga qabul qilish bo'yicha shartnoma imzolash hisoblanadi. Hozirga qadar institutimizning oxirgi 3 yilda 1487 nafar bitiruvchi tamomlagan. Mazkur tadbirda nafaqat ish beruvchilar bilan bitiruvchilarni to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilishga erishdik. Yig'ilgan barcha bitiruvchilarga Prezidentimizning 2025-yil 14-fevraldagi 61-sonli qarorini mazmun mohiyatini ham tushuntirdik. Ushbu qaror bitiruvchilarni bandligini ta'minlashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida ekanligi, institutimizda kelajakka qadam markazi tashkil etilganligi, o'zmilliy bilan bo'layotgan hamkorliklar, ular tomonidan bitiruvchilarga, talabalarga beriladigan kreditlar haqida yana bir bor tushuncha berildi. Bu albatta o'zining amaliy ahamiyatini kasb etadi. Karyera kunlari mehnat yarmarkasi tadbirida ham ijobiy tendensiyani kuzatyapmiz. Mana o'zi oxirgi 3 yillik bitiruvchilarga egamiz. Bu 4-yil bitiruvchilarimiz. Oxirgi 3 yilda institutimizning 1487 nafar bitiruvchi tamomlagan bo'lsa, bu yil 2024 nafar tamomlayapti. Lekin oldingi karyera kunlari mehnat yarmarkasida 100 dan oshmasdi. Ko'pi bilan 50-60 ta talabani bitiruvchini ish bilan ta'minlardik. Bugun esa to'g'ridan-to'g'ri dastlabki shartnomalarni imzolab, aynan eng muhim umumta'lim fanlari hisoblangan ingliz tili, xorijiy til, rus tili bo'yicha 100 dan ortiq talabamizni, demak, umumta'lim maktablariga doimiy ishga qabul qilishga erishdik. Bu biz uchun juda katta yutuq. Yoshlarning bandligini ta'minlash, oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining mehnat bozoriga integratsiyasini kuchaytirish, jarayonni takomillashtirishda bu kabi tadbirlar muhim ahamiyat kasb etadi.